Yuksak mahorat, kuchli iroda va yuqori aniqlikni o'zida mujassam etgan sport turlaridan biri shubhasiz qo'l jangidir. U aholi, ayniqsa yoshlar, qurolli kuchlar harbiy xizmatchilari va huquqni muhofaza qilish organ xodimlari o'rtasida ommalashgan sport turlaridan hisoblanadi. Qo'l jangini rivojlantirish hamda shaxsiy tarkibning jismoniy salohiyatini oshirish, ular orasida sog'lom raqobat ruhini shakllantirish maqsadida Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari harbiy xizmatchilari o'rtasida qo'l jangi bo'yicha qo'mondon kubogi musobaqasi tashkil etildi. Buxoro viloyatida joylashgan 75-36 harbiy qism mezbonligida o'tgan bellashuvlarda qo'shin miqyosidagi 9 ta terma jamoadan jami 100 nafardan ortiq sportchilar 57, 62, 67, 73, 80, 88, 97 va undan yuqori bo'lgan jami 8 ta vazn toifasida g'oliblik uchun o'zaro bahs olib borishdi. Musobaqaning ochilish marosimida mutasaddilar harbiy xizmatchilar jismoniy hamda jangovar salohiyatini oshirishga qaratilgan bu kabi turnirlarning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritishdi hamda barcha ishtirokchilarga omad tilab qolishdi. Murosasiz va shiddatli o'tgan musobaqa natijalariga ko'ra Kamronbek O'ralov, Asadbek Jumanov, Ilg'orjon Nasvaliyev, Jasur Qosimov, Aydarbek Kenesbayev, Shahzodbek Rasulov, Qudrat Qo'ldoshev, Mirshod Sharopov o'z vazn hamda harbiy qismlarida raqiblari ustidan g'alaba qozonib, tengsizligini namoyish etishdi. 2 kun davomida qiziqarli kurashlarga boy o'tgan musobaqada qatnashchilar bor mahoratini ishga solib, muxlislar e'tiboriga tushishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida g'oliblik hamda kubokni 75-33 harbiy qism jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, keyingi 2 va 3 o'rinlarni 75-36 hamda 75-35 harbiy qism jamoalari egallashdi. Musobaqa so'ngida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarga diplom hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi.